Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Uychilar tinchmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana-ke qizlar, biz kutgan bahor fasli ham kirib keldi. Hammani bahor ayyomi bilan tabriklayman. Oilaviy baxt, osoyishtalik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Hammamiz bir-birimizga ezgu niyatlarni tilashda charchamaylik. Mana-ke qizlar, qanday chiroyli bo'lib fiyalkalar ochilib yotibdi. Bu menimcha adashmasam 15-fevrallardan ochilishni boshlagan edi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Odamni bag'ri dili yayraydi. Kayfiyatni ko'taradi. Qizlar, men hozir Toshkent shahridagi Chorsu gul bozoriga ketyapman. Quyoshda chidamli, suvsizlikka chidamli, yerga yoyilib o'sadi-yu, gilamga o'xshab. O'shanaqa achitka sedumlardan qaramoqchiman. Internetda qarab ko'rdim. Issiqda, sovuqda qanaqa chidamli. Bizning iqlimimiz borgan sari isib ketyapti. Bu yog'i suv tanqisligi. O'shanga iloji boricha qurg'oqchilikka chidaydigan, quyoshimizga chidaydigan o'simliklarni qaramoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, men bilan birga bo'linglar. Yana hozir ko'rsataman sizlarga qanaqa gullar olmoqchi ekanligimni. Mana Chorsu bozoriga keldim. Karam Gulkaramlar bor, kelinglar, kashish turro. Hozir ko'ramiz birgalikda. Hozir hovli gullariga qaraymiz. Sovuqda, issiqda chidamli hovli gullariga qaraymiz, qizlar. Mana bu nima ekan? Qaragan. Bu qanaqa bo'ladi bo'yi? Yarim qarshibroq bo'ladida. Yoniga yuradi. Qancha ekan narxi? 25. Mana buchi? Ham shunaqa santimetr atrofida bo'ladi. Balandligi qancha bo'ladi? Ham yoniga o'tib ketib turadimi? Ildiz yotadimi? Ama bu sharfiyalar qancha ekan? Mana kubiyli gullar bular hammasi. Mana zametkaga olib qo'yamiz. Hozir aylanib kelamiz yana. Mana qizlar, hozir sizlarga ko'rsatdim-ku ko'chada ochilib yotibdi degan. O'sha fiyalkamiz. Mana fiyalka qancha ekan? Mana bular ko'chatlar. Ikkitasi 25 dan. Ramashka bor, makroviy ramashka, korolevskiy. Qanaqa bu rangi? Bularni o'rtasi bilan ko'p ko'chaga o'xshagan, ani bir qavatli ochiq ramashka emasdi, o'rtasi ham to'la o'tiradi. Dumaloq ko'p to'la. Diviya bor, marozkalar bor, piyon bor, chibrez bor, lavanda bor, gartenziya bor, jasmin bor. Piyon nech pul ekan? Piyon 80. Jasmin, gartenziya. Anaqami? Qanaqa rang chiqadi?
Rozoviy piyonlarimiz. Mana atirgulga o'xshagan. Qizlar, biz yerga yoyilib o'sadigan gul qaryapmiz. Dekorativniy. Gullaydimi, yo'qmi? Uni farqi yo'q. Faqat ko'rinishi chiroyli bo'lishi kerak. O'shanga e'tibor qilamiz. Mana bu yoqlarda ham bor ekan. 97lik. Ana achetka qancha ekan? Bardoviy. 708 56 30 45 mingdan. 45. Bir ikki kun oldin aytib qo'ying. O'shanga qarab tanlang. Hop, yaxshi ketadi. Achitkalar. Bardoviysidan mana bundan hovlimda bor, lekin frutni oldida. Hozir ko'ramiz yana. Mana bu qancha ekan? 40 ming. Bularda nomini internetdan, Google'dan bilib olamiz. Hozir har bittasini bularda chalg'itib nomini so'ramayman. Yoqqanini ko'rib, faqat ko'p yillikmi, bir yillikmi o'shani so'rab olamiz. Qolganini yordamchimiz bor. Mana chekkalar 40 ming deyapti. Mana shu paketi 40 ming ekan. Bu yoyilib o'sadi, ko'p yillik. Issig'imizda qanaqa? Menimcha joni qattiq narsalar deb. Ha. Yashayveradigan. Endi quyosh emasda, yarim quyosh. Yarim quyoshda yaxshi bo'lsa, Joy tanlamas. jonlar tanamiz. Ko'rinishidan ma'lum-da. Mana jivuchkamiz. Bu ham ekkanman, bu ham bu ham yoyilib ketar ekan. Juda chiroyli narsa ekan. Mana bu nima? Barbin. Bu yerga yoyiladimi yo tikka o'sadi? Yerga yoyiladi. Ama bu achitkalar qanchada? Qancha narxi? Rahmat. Chiqib ketadi u martdan o'rtalarida ham ko'payib ketadi. Men ikkinchi marta уже aylanib kelyapman-da, qarab. Endi men bittasini olsangiz, bu 4 ta 5 ta chiqsa kerak bo'lgan. Bo'ladi, chiqadi. Rozoviyimdan bordim, oqiga qiziqib qoldim. Mana bu oq floks ekan. Endi oq chiqsa yaxshi bo'lar edi. Bu videoda bozorda. Endi bargida ajratsa bo'ladi menimcha. Ajratsa bo'ladimi? Malinoviy, mana buni bargi sal kattaroq ekan. Mana buniki umuman boshqacha ekan. Mana bu to'q qizil ekan. Malinoviy, oq, rozoviy. Mana bu malina bu. To'rt xil rangi bor ekan. Floks qaramoqchimi oq rangidan, qizilim bor edi. Ko'ramiz hozir. Bu ko'p yillikmi, bir yillikmi? Buni ikki xil navi bo'ladimi? Ko'p yillik, bir yillik. Bir xil? Men Rossiyga urib oldim, u yoqda bir yillik deb yozgan ekanda. Hammasi ko'p yillik-a? Endi urug'ini sepib qo'ydim, ko'ray chiqani. Eksperiment qilib. 15 ming, qo'chqili 5 ta.
Yo'q, gul sotmayman, hovlimga ekaman. Ha, adashtiryapsiz. Yo'q, sizdan ham olib ketganman ancha gul. Piyonlarim bor. Maroznikka uncha qiziqmay turibman. Ko'ramiz yana. Mana Maladila kaktuslar bor ekan. Bu yoqda kompozitsiyalar. Mana bu Maladilani men internetdan ko'rdim, Google'dan. Hovliga eksa ham bo'lar ekan. Issiqda sog'imizga chidaydi dedi. Endi ekib ko'rish kerak. 60. Mana ki yevropeyskiy gullarimiz ham kelgan. Gollandiyaniki bular. Archalarimiz. Archadan men olib borib ekkan edim. Bir ikki xil navidan olib borib ekkan edim. Bizda issig'imizga bo'lmadi, to'g'risi quritib qo'ydim. 2-3 kunga bir borib, ustini yopiq edi, lekin shunaqa bo'lsa ham qurib qoldi. Shuning uchun olmay turibman. Endi bu navlarda o'zimizga yetishtirgan, haligi nimadan o'tganlari bo'lsa, unda ma'qulroqda eksak. Chunki bizni adaptatsiyadan o'tgan bo'ladi, biz issig'imizga, sog'imizga. Mana bu dehqon deyiladimi, kim deyiladi? Shuni yetishtiruvchilar olib, cherinka qilib, o'shalardan olib eksak, menimcha yaxshi bo'lsa kerak deb turibman. Bu meni fikrim. Lolalar shekilli. Mana karlikoviy atirgullarimiz ham rosa quyoshga chidamli. Joni toshdan deydi-ku, o'shanaqalarda. Bordyurlarga eksa ham bo'ladi, qator qilib chiroyli bo'lib turadi. Buni ham o'ylab qo'ydim. Ko'ramiz hali endi mana odamlar ham ko'payib qolishibdi. Mana lolalar o'zi ochilgani. Assalomu alaykum Ozdaya. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamang. Mana bu ham kubiylik ekan. Bundan ham olmoqchiman. Qancha bo'ladi? Stakan? 15 pul edi. Qiroli 5 ming. Buni nomi qirov deyilar ekan. Eshitgan bo'lsalaring kerak. Men birinchi eshitdim. Buni boshqacha nomi ham bor edi, hozir eslolmadim. Gartenziyalar qanchadan ekan? 60 ming kichkina gartenziyalarimiz. Krupnolistniy gartenziyalar 60 mingdan. Krupnolistniy gartenziya men ekkan edim hovlimga. Bir 4-5 xilini ekkan edim. Hammasini quritdim, ishoninglar. Metilchetniy gartenziyalarim bor. Bu juda salqinni sevar ekan. Ko'p suvni sevar ekan. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz chiqib oldingizmi? Men ko'p kelaman, sizni ko'rmayman. Endi chiqdim oldim. Ha, yaxshi. Ro'zalar bilan charchamayapsizmi? Mana bu achitka qancha ekan? Ha, salqin bo'lyapti. Ha. Achitka qancha ekan? Ko'vrikmi? Ha. Yashillar 50 ming. Kelishtirib beraman sizga. Olib borib ekib qo'ydim sizdan olgan narsalarni. Yaxshimi qishdan chiqib? Ha, shalfelar yaxshi. Qani sizda ko'rinmayapti? Sotvardim. Bugun olib kelardim. Ha, yaxshi. Uydagilar vaqti bo'lmadi o'zi berishga.
Ertaga Alloh Ha. bo'ladi. Ha, ha, ha. Yozda ham baqmat edingiz. Ana bu yoningizdagi-chi, sumkangiz tagiga yoshirib qo'yganingiz. Achitka. Ha. Mana shular hammasi sotildi. O'sha rangdan ham qarab turgan edim-da. Buni u yo'ldagi ha, olib kelasizmi? Ha, bu sotildi 4 yosh. Bu ham achitka-da, shunaqami? Bu ham kovrik, hammasi. Hozir 3 xili bor, o'zichi. Ha, buni ham beramiz. 7 xili bor bu. Yo'ldan pastdan olaman deb ketayotgan edim. Nima qilay, ertaga chiqaymi? Begona qilmay-a? Hozir nima ko'tarib ketaverasiz mana bittani? Bittani, ha? Paket hisob beraman. Yashilab ko'tarmaysiz, yengilgina qilib olib ketasiz. Hozir hovliga bormoqchiman-da, borib ekib qo'yaman, ertaga yana borsam buni olib ketaman. Bo'ldi. Ertaga olib kelaman. 5 yashi hammasidan yana olib kelaman, chunki qolmadi. Ikkita qoldi, shu og'zindagilar qoldi. Bitta yashi. Meniki suvga chidamlik, qirg'oqchilikka chidamlik sedum olyapman. Bu bitta naqada nechta? Bir donadami yo'q? Mana hammasi yer gullari. Bularni men urug'idan ekib qo'ydim. Endi ko'ramiz endi. Urug'i chiqsa, o'shanda zavqlanamiz. Mana primulalar. Buni men kuzda ekib qo'yish kerak. Erta bahor gullaydi deb eshitganim uchun urug'idan olib ekmadim hali primulani. Agar ekkanlar bo'lsa, sizlar qanaqa vaqtda ekkansizlar primulani urug'idan? Abi nechi bilagan? Hozir hamma tomoshaga chiqqan, kuzatishga chiqqan. Qani nimalar chiqibdi deb. Kamdan kam kishi olishyapti. Hamma qarab yuribdi. Nima narxi qanaqa? Keyin bizda optim kuni bo'ladi, optim vaqti kechga bo'ladi. O'shanda ham kelishadi odamlar. Olib ketgani. Yana bironki vaqtim bo'lsa kechga chiqaman. Narx-navolarni ko'ramiz. Hozir manaki videoni boshida olgan fiyolka bor edi, gullagan fiyolkani manaki yashikda sotyapti. Har bitta yashigi 200 ming qizlar. 200 ming ekan yashigi. Qimmat emasmi? Mana bu yerda gruntlar, xona gullari uchun garshoklar, tuvaklar. Bunimiz origanda ekan. Bo'yiga 20 sm o'sadi dedi. Eniga qarab ketar ekan, kovyorga o'xshab ketar ekan. Mana bu esa achitkamiz. Mana achitka. Bu oq floks oldim. Endi qizilim bor edi. Hozir ekamiz hammasini. Qizlar, mana bu achitkani olish oson ekan-da. Olish oson ham ekan, ekish ham oson ekan. Mana shunday olar ekansizlar. Shunday yotqizar ekansizlar. Lekin mana bu Savatov edi. Qiyinroq ekan olish. Balki menga qiyin bo'lgandir, chunki buni yashigidan oldim-da, paketga soldirib oldim. O'shaning uchun ham qanaydir akkuratni chiqyapti-da, ekishimga qiynalyapman. O'shaning uchun iloji boricha o'sha nimada olinglar, yashigida olsalaring yaxshi ekan. Mana bularni hozir ekib chiqaman yana. Sinib qolganlarini. Sal mo'rtroq bo'lar ekanmi? Ildizi yashilga qaraganda. Mana bu Savatov edi. Lekin yashikdan shunday olib shunday yerga qo'ysalaring, o'sha osonroq ekan.
korobkaga soldirmasdan yashigi bilan olinglar ekan. Menga endi sizga qulay bo'ladi, u bu dedi. O'shaning uchun ham shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Maniki men bu yoqqa ekdim. Yashilni bu tarafiga ekdim. Qizlar, bizda ishimiz umuman cho'zilib ketdi. Mana bu xo'jayin ko'chat olib keluvdilar, ko'chat ekamiz deb, bu nimalarim, achitkalarim ham qolib ketdi. Men buni ekdim. Hali u yoqda turibdi, u yoqda turibdi. Hozir mana bu uyda oldiga ham bir ikkita ko'chat ekaylik deb turuvdik. Hammani bog'i ko'karsin, qizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshqa yo'q, boshqa yo'q.